Qizlarjon, mana bu oq choyni ichishdan chiqibdi-ku. Hozir ayni effektni ichdimda, keyin darrov shirinlik tusab qoldi. Tavba. Hozir buni alohida ichib olaveramiz, endi iloji yo'q. Bu ham mana biadronga o'xshagan narsa ekan. Bir oyga yetar ekan. Bitta korobkada mana 28 ta bor ekan, bir oyga yetar ekan. O'rtada baribir odamda nimasi человеческий faktor ishlaydi-ku. Bir kun 1-2 kun baribir esimizdan chiqib qoladi. Baribir odamzod shunaqamiz yoki biron joyga yo'lga chiqib qolishimiz mumkin. Hali suvni to'kib tashladim. Men to'kmasdan qo'yishga harakat qilaychi. Yo, baribir to'kdim, tavba. Ana telefon to'sib qolyapti-da. Bugunning o'zida ertalabdan beri 1 litrdan oshiq suv ichdim уже. Nimani normani anchasini ichib qo'ydim mana. Xudoga shukr. Mana oq choyni ichib olamiz. Bo'lmasam kecha kechqurun yablочный pirog qilganman o'g'limga. Kechqurun ozgina kichkina kusokcha yeb ko'rdim. Hozir qarasam drayn effektdan keyin o'sha pirog kelyapti-ku ko'zimga. Ko'z oldimga. Yeb olmay yana. Shu oq choy issiqlikka, shirinlikka bo'lgan nimani bosar ekan. Nima deb aytadi endi? Ishtiyoqni bosar ekan, shirinlikka bo'lgan ishtiyoqni. Xo'p, buni ham hozir ichamiz. Nonushtam tayyorlab oldim. Xo'p, buning ustiga ozgina zig'ir urug'ini tuyulganidan ozgina qo'shaman. Nima bo'ladi? Omega 3 naturalniy. Buni korzinkadan olgan edim o'tganda, Farg'onaga borganda. Farg'onaning yonida zilyonoy apteka bordi. O'shanda aptekaga dorilarimga borgach, Parkinson dorisiga borgach olgan edim korzinkadan. Uncha qimmat emas, где-то 30 ming atrofida turar ekan. 300 gram biram barakali ekan. Keyin buni tuyulmaganidan oldim, o'zim xlebtsi pishiraman uyda deb. Kepakli un olib kelib qo'yganman. Bulyon olib kelib qo'ydim. Bir kun retseptini qo'yaman, xudo xohlasa, kanalga. Pishirish jarayonlarini, retseptini qo'yaman.